Аңлаватқаныңыз доктор Павел Галанити қаламидagi Nafas havoga aylanganda nomli kitob. Bu kitobni Bilgajon tarjima gruppisidagi fidoyi tarjimonlar inglizchadan uyg'urchaga tarjima qilgan. Sakkizinchi qism. Bir kuni men doktorxona oshxonasida tipik tushlik tomoqimiz bo'lgan shakarsiz kola va marujinliq sandviç yeyotganimda telefonni sayradi va bir ig'ir yaralangan kasalning ilib kelinganlik xabarini topshirib oldim. Shu hamon tashqi kasalliklar bo'limiga bordim. Davolash xodimlari yetib kelguncha men qo'limdagi marujinliq sandvichni kompyuterning kayniga yoshirib, karavotga yo'langanimcha bemorning tafsiliy uchurlarini yodlashga boshladim. 22 yosh. Motosiklet haqqasiga uchragan. Motosiklet soatlik sur'ati 40 mil, ya'ni 64 kilometr. Menga suyuqliqi burniga kirib ketganlik ehtimolligi bor. Men uning asosli a'zolarining xizmatini tekshirgach, naychi kirgizish operatsiyasi patnusini ip kelishga buyurdim va ishga kirishib ketdim. Uningga bexatar holda naychi kirgizilib bo'lgandan keyin uning yarasini bir qo'r tekshirib chiqdim. Yuzi zaxmlangan. Badan terisi shilinib ketgan. Ko'z qarchug'i yo'g'ongan. Biz mengadagi ishqni pasaytish uchun bemorga manitol okul urdik. Hamda uni soyilash asbobiga soldik. Natijasi shuki, menga so'ngki uvilib ketgan. Eg'ir qanash ko'rilgan. Men kallamda allaqachon bosh so'ngakni qandoq yerib, so'ngakni qandoq teshib kirib, qonni qandoq chiqarib tashlashni planlayotdim. Dal shu paytda bemorning qon besimi tuyuqsiz tuvalladi. Biz tezlikda uni tashqi kasallar bo'limiga qaytarib apadik. Tashqi kasalliklar bo'limidagi operatsiya xodimlari endi to'liq yig'ilib bo'lishiga bemorning yurak so'qishdan to'xtab qoldi. Xuddi quyundek jiddiylik ichida biz qo'limizdan kelgan hammani urinib ko'rdik. Naychilar uning ko'kragi va yo'ta arteriyasiga kirgizildi. Okullar uning vena tomiriga urildi. Şunun bilan bir vaqtda uning badanining qon aylanishdan to'xtab qolmasligi uning ko'kragi tugilgan mushlar bilan besilmoqda edi. Taxminan yarım soatlik ilishishdan keyin oxiri o'limning uni ip ketishiga yo'l qo'ymay amalimiz bo'lmadi. Beshidagi zaxm u qadar ig'ir bo'lg'achqa biz birdek holda bu bemorning o'lib ketganini obdanroq bo'ldi deb pichirlashdik. Bemorning oilasidagilar jasadni ko'rish uchun kirib kelganida men tashqi kasallar bo'limidan g'ippada ayrildim. Dal shu vaqtda eliq shakarsiz kola, marujni sandvich va tashqi bo'limning tinjiq issiqi deganlar yodimga tushdi. O'rnimga jiddiy qutqizishdagi biraylarni dejurnilikqa o'rlashtirib qo'yib, ularning bayi men qutqizishga amalsiz qolgan o'g'lining jasadi oldidagi marujni sandvichimni qutqizish uchun xuddi jindekla tashqi bo'limda yana paydo bo'ldi. Marujni sandvichimni to'nglatqo'g'a sep qutqizilishimga, ya'ni erib ketgan marujinning to'nglishiga naq yarım soat ketdi. Bemorning oilasidagilar oxirgi xo'shlashish so'zlarini aytayotganida men tishimga kirib olgan shokolad tanchilarini ko'lag'ach, ichimda bu sandvich rostali bo'lib qo'ydi ekan deb o'yladim. Shu topda doktor bo'lgan bu qisqa vaqt ichida axloqiy jihati ilgirlash tugul chekinib ketdim-mu qandoq degan o'ylar kallamni chirmab olgan edi. Bir necha kundan keyin meditsina fakultetidagi savodishim Laurini mashina soqib etganligini va bir nervi tashqi kasalliklar bo'limi doktorining uni qutqizish uchun operatsiya qilganligini angladim. Doktorlar uning yurak soqishini asliga keltirgan va uningga yangidan jon kirgizgan ekan. Lekin atsi u o'lib ketdi. Mening u to'g'riliq boshqa hech nimani bilgim kelmadi. Birsi mashina hodisiga uchrab o'lib ketibdi deb anglaydigan davrlar kelmasga ketgan emasmidi? Amdilikda bu so'z Pandoraning sehrli qutisini biroqli echib etgan edi. Tarjimondan: Pandora qadimiy Yunon afsonalaridagi tunji yoritilgan ayol bo'lib, Tangri Zeus uningga bir go'zal quti sovg'a qilib, mangu oshmasligini topilgan. Lekin Zeus ko'zdan g'oyib bo'la bo'lmayla, Pandora qiziqoqlikqa tufayli qutini ochgan va bu qutidan dunyodagi barliq baloyi ofatlar to'kilgan. Şoňa qarmoqqa odatdagidek ko'rindigan, lekin o'ylab yetkisiz oqibat va azob oqibatlarni olib keladigan ishlar Pandoraning sehrli qutisi deb ataladi. Bu qutidan chiqqani
Aşı mən o'ylashqimi betinolmaydigan ko'rinishlar bo'ldi. Ana. Chaqliq bemor harvasi ichinishli g'ijirlab operatsiya xonasiga ep kirilmaydi. Tashqi kasalliklar bo'limining pollari qonga milangan. Naychilar uning qonidan kirgizilmoqda. Uning yuragi mushlanmoqda. Uning qo'llari ko'zimga ko'rinmoqda. Mana men o'z qo'lim bilan pichoqni ilib Laurining beshini tushirdim. Operatsiya pichog'i bilan uning beshini yormoqdaman. So'ngak ushkisining g'ijildigan ovozi qulog'imga anglanmoqda. Va so'ngakdan kelgan kuyuk purg'i burnimga urilmoqda edi. So'ngakni keskucha to'zallari to'zib havoda uchib yurmoqda. Uning bir parcha bos so'ngkini ajirtib og'inimda eliq tonish g'irtidi qilgan ovoz qulog'imga kirdi. Uning chechining yerimi tushirib o'tilgan. Beshi maqchiyib qolgan edi. U o'ziga zodila o'xshamaydi. U do'stlari va oilasi uchun notunish birga aylanib qolgan. Haris. Uning ko'kirkidimi naychilar bor. Putlari g'ajildab titrayotgandek. Men qutidan uncha inchki ishlarni ko'zitib qo'yishni so'ramagan edim. Ammo men yipidan yenglig'icha hammani bilib bo'ldim. Naq shu minutda esdashligimni yo'qotgan barliq daqiqalar xiyolimga naladindir paydo bo'ldi. Eliq qitim bemor ansirab tursimi, zo'rlab doktorxonadan chiqib ketishga qistig'ini. Yana bir qitim bemorning boshqa talablarini o'rindayman deb uning og'riq azobiga parvo qilmag'anim. Men azobdan ingravotgan kishilarni ko'rdim, kuzatdim va ularning azoblarini chiroyli o'ralgan diagnozlarga qachiladim. Mana endi ularning qanchalik qiynig'ini men his qilmagan azoblar, ashu ochiqlangan, qisoskor va tangdossiz azoblar qahri bilan qaytib kelib, yoqimdan olmoqda. Men o'zimning Tolstoy asarlaridagi faqat quruq shaklvozlikqa, kasallarning davolash usullarini o'lik yodlash qilib berilib, eng muhim bo'lgan hayotlikning qimmatini unutgan doktorlarning o'lik obraziga aylanib qolishdan qo'rqatdim. Doktorlar Natashani ayrim ko'gili va maslahatlashgili kelishdi. Ko'proq fransuzcha, germancha va latincha so'zlashdi. Bir-birini ayblashdi va o'zi biladigan kasallarga ishlatadigan nurg'un dorilarni yezib berdi. Lekin hech kim Natashaning nima kasal bilan og'riganligini o'ylamaydi. Yangidan menga raki deb diagnoz qo'yilgan bir ona meni izlab keldi. U ayol qaymoqqan, qo'qqan edi. Men bo'lsam charchagan edim. Qo'lig'imga hech nima kirmaydi. Men uning savollariga aldirabli javob berib, operatsiyaning muvaffaqiyatli bo'ladiganligiga ishondirdim va o'zimni u ayolning savollariga qanoatlanarlik javob berishga yetarli vaqtim yo'qligiga ishondirdim. Lekin nima uchun bu ayolning savollariga javob berishga vaqt chiqarmadim? Bir mijozi jismol doktori bir necha haftagacha doktor, sestralar va fizikalik davolash ustisining maslahati va yaxshi gaplarini anglamadi. Natijada xuddi bizning ogohlantirganimizdek uning dumbisidagi yarasi yerilib ketdi. Men uni operatsiyaxonaga olib chiqib, yerilgan yara eg'izni tikib qo'ydim. U og'riqdan chaqirib ketganida men ichimda xo'p bo'ldi deb o'ylaydim. Amaliyotda hech kimga hech qachon xo'p bo'lmaydi. William Carlos bilan Richard Selzerning o'zlarining yaxshi qilolmaganligini e'tirof qilganligini uqqandan keyin ko'nglim ozroq orom topdi va texmi yaxshi qilishga qasam qildim. Tragediyalar va mag'lubiyatlar orasida men kishilik munosabatga, bemor bilan tuqqanlar o'rtasidagi kishilik munosabatga emas, balki bemor bilan doktor o'rtasidagi kishilik munosabatga sal qarashdan qo'rqatdim. Bir doktorga nisbatan texnikasining yuqori bo'lishi yetarli emas. Praktikant doktor bo'lish sifatim bilan mening eng chong orzuyim kishilarning hayotini saqlab qolish emas. Chunki hamma odam hamon o'ladi. Balki bemor yoki bemorning oila taobatlarini o'lim yoki kasallikni tushunishga yetaklash. Bemor ajallik meni qanash sababli doktorxonaga olib kelinganda, oila taobatlarining nervi tashqi kasallik doktori bilan ilib borgan tunji suhbati oila taobatlarining bemorning o'limini qandoq asli tutilishiga zo'r ta'sir ko'rsatdi. Tinish holda sabr qilishdan, balkim umr shunchalik o'xshaydi deb qarashdan tortib, ochiq oshkor o'kinishgacha. Bu doktorlar gapimizni anglamadi. Ular hatto uni qutqizishga urinib boqmadi. Operatsiya qilishning zaruriyati bo'lmaganda,
tashqi kasal doktorlarning birdan-bir quroli bo'lib qoladi. Eğer meni zahmisining ep keladigan o'zgacha azoblarni to'liqi bilan tushunmaydiganlar faqat doktorlar emas edi. Ko'pincha hollarda bu xil zaxm keltirgan azobni bemordan bakrak oila taobatlari tortadi. Buni o'zining sevimli kishisining yonida turgan bemorning oilasidagilarmi, eğer meni zahmisiga uchragan kishilarmi tushunib yetolmaydi. Ular o'tmishni aslaydi. Ularning ko'ni xotiralari ko'z oldida qayta namoyon bo'ladi. Ular muhabbatni qaytadan his qiladi. Bularning hammasiga ularning ko'z oldida turgan badan, jasad vakillik qiladi. Men kelgusidagi mumkinchiliklarni ko'rib yetalaydim. Ya'ni nafaslanish mashinasining bo'yindan operatsiya qilib ichilgan eg'iz bilan tutashtirilganligini, bel qismiga ichilgan to'shikdan malhamsimon suyuqlikning badanga kirgizilayotganligini, balkim uzoq muddatlik, azobliq va faqat ozroqli asli kelishi mumkinligi, hatto ba'zida ular biladigan kishining mangu qaytib kelmaydiganligini ko'z oldimga keltirdim. Bu daqiqalarda men odatdagidek o'limning dushmani emas, balki o'lim elchisi bo'lish vazifasini o'taydim. Bemorning oila taobatlariga ular biladigan mukammal, hamma ishda mustaqil insonning faqat o'tmishdala qolganligini, hamda uning o'zi gap qila olgan bo'lsa, qandoq bir kelgusini tanlaydiganligini bilib olishiga yordam qilish lozimligini tushuntirishimga to'g'ri keladi. Agar yosh vaqtimda texmi taqvodor bo'lgan bo'lsam, balkim hozir bir bostir bo'lib qolishi mumkin edi. Chunki bu dal mening nazarimdagi bostirning o'ynaydigan roli edi. Mening qayta diqqatimni og'dirib his qilsam, vaqt biroznamsi, ya'ni bemor kasallik ahvolini uqib, operatsiya qilishga qo'shilganlikqa qo'yib berilgan imzosi hargizmi yangi dori e'lonidagi barliq xavflarni eng tez suratda tunishtiradigan tushuntirishga o'xshash adliya majburiyati bo'lmasdan, balki kasallik azobini tortayotgan qarindoshlar bilan ittifoqlik kelishimi tuzadigan yaxshi fursat ekan. Biz birlikda tirishimiz. Bu bizning chiqish yo'limiz. Gerçi bu xavflar mavjud bo'lsa-mu, men kuchimning yetishicha yaxshi natijaga kafolatlik qilaman. Praktikant doktorlik hayotim bu bosqichga kelganda xizmat unumim oshdi. Tajribam ko'paydi. Men ozroq tinvog'udek o'z hayotimni uncha valla muhim deb qaramaydigan, bemorlarimning salomatligiga bo'lgan to'liq mas'uliyatni o'z ustimga olalaydigan bo'ldim. Xiyollarim dadamga yetkeldi. Tibobat o'quvchisi bo'lg'ach, Lucy ikkimiz dadamning Kingmandagi doktorxonasiga berib, uning bemorlariga tasalli va ozodlik ib kelganligini ko'rib turatdim. Yurak operatsiyasi qildirib yengil uyg'ongan bir ayoldan: "Xonim, qo'sqingiz ochdimi? Yeydigan bir narsa akab beraymi?" deb so'rdi dadam. "Nim bo'lsa mayli. Qo'sqim echib ketdi", dedi u ayol. "Undaqda cho'ng'roq bilan gala go'shi buyurtaymi?" dedi va telefonni qo'liga ilib, sestralar punktiga telefon qilib: "Vay, man. Mening bemorimga cho'ng'roq bilan gala go'shi akilib beringlar, dedi va bemorga burilib: "Xonim, hozirla akab beradi. Lekin qarmoqqa ko'rik to'qi go'shida qilgan sandvichga o'xshab qolishi mumkin", dedi kulib turib. Uning chiqishqoqligi, bemorlarga bo'lgan ishonchi izchil menga ilhom berib kelmoqda. 35 yoshlik bir ayol ig'ir kasallar parvishxonasida, ya'ni ICU'da o'ltiradi. Uning chiroyidan qo'rqib ketganligi chiqib turadi. U ayol singlisining tug'ilgan kunini o'tkazib bagili narsa kerak setib olib chiqqanda tutqoqlik kesli tuyuqsiz qo'zg'alib qopti. Tekshirish natijasida ko'rsatilishicha, bir yaxshi sifatli o'sma cho'ng miyasining o'ng manglay qismini besib olgan ekan. Operatsiyaning xatiri nuqtasidan aytganda, bu bir yaxshi sifatli o'sma bo'lib, o'smaning o'rni nihoyat yaxshi edi. Operatsiya qilish orqali uning tutqoqlik kesilini saqaytib bo'ladi. Agar operatsiya qilmasa, bir umr aks ta'siri kuchli tutqoqlik dorisi yeyishga to'g'ri keladi. Lekin men u ayolning meni operatsiyasidan hammadan bek qo'rqayotganligini, o'ziga tonish qaynoq soda bozordan tuyuqsizlar har xil signal ovozlari va dezinfeksiya purug'i bilan to'lgan notunish ig'ir kasallar parvishxonasiga kelib qolg'achqa o'zini nihoyat g'arib his qilayotganligini bilib turardim. Agar men uning operatsiyaning xatiri va operatsiyadan keyingi qoldiq asoratlarni tafsiliy tushuntirsam, u operatsiyani rad qiladigandek qiladi.
Mən onunğa operatsiya qilishqa qo'shilmaydiganligi to'g'risidagi jadvalga imzo qo'yg'izibla mening mas'uliyatim tugdi deb qarab, keyingi bemorni qabul qilsam bo'ladi. Lekin aksicha, men uning ruxsatini olgandan keyin uning oila taobatlarini uning bilan bir yerga chaqirib, tinish o'ltirib, operatsiya qilish va qilmaslik to'g'risida astoydil paranglashdik. Paranglashish jarayonida u yuzlangan zo'r tanlashning barabara qiyin, lekin tushunishlik bo'lgan qarorga o'zgarganligini his qildim. Men uni bir hal qilishga tegishli masala qatorida emas, balki bir odam qatorida ko'rdim. Oxirida u operatsiya qilishni tanladi. Operatsiya nihoyat o'ngishli bo'lib, 2 kundan keyin uyga qaytdi. Tutqoqlik kasalimi qayta qo'zg'almadi. Har qanday og'ir kasalga giribtor bo'lgan bemor oilasidagilarning hayotini butunlay o'zgartirdi. Lekin mening kasalliklarining yana texmi g'alita va tushuniksiz oqibatlari bor. O'g'ilning o'limi ota-onasining asoyishlik dunyosini allburun o'zgartirib etdi. Bemorning teni issiq. Yuragi tek soqayotgan bo'lsa-mu, lekin mengisining o'lganligini tushunish nima degan qiyin. Ofatning yiltizi bir yulduzning vayron bo'lganligini tushuntirdi. Nervi tashqi bo'limi doktorining diagnozini anglagan chog'dagi hissiyotni faqat bemorning shu so'zni anglagan daqiqadagi ko'zlarla eng to'g'ri aks ettirib bera oladi. Ba'zida bu diagnoz cho'ng miyaga shundoq cho'ng zarba bo'ladi-ki, buning ta'sirida cho'ng miyada elektr signal uzilib kelish hodisi yuz berishi mumkin. Bu xil hodisa psixikalik universal kasalliklari deyiladigan bo'lib, yomon xabar anglagandan keyin og'ir darajada aylanib ketishni ko'rsatadi. Hindistonning chet yoq yurtlardan turuqliq 1960-yillarda uning o'qishini qo'llagan dadasining doktorxonada uzun muddat yetib, oxir tugab ketganlik xabarini onam oliy maktabdagi yolg'iz kunlarda anglaydi. Va bu ushtumtut xabarning zarbasida psixik tutqoqlik kesilib qoladi. Bu tutqoqlik toki u dadasining ta'ziya murosimiga qatnashquchi davom etgan ekan. Bemorlarimning biri o'zining ming rakiga giribtor bo'lganini anglabla hoshini yo'qotgan edi. Men laboratoriyalik tekshirish, elektr diagramma, meni saylash qatorliq bir qator tekshirishlarni qilg'izgan bo'lsam-mu, uning kasallik sababini aniqlashga amal bo'lmadi. Oxirida qog'i kelgan sinoq bo'lsa, eng oson sinoq bo'lib chiqdi. Men bemorning belikini yuzining ustiga akapla qo'limni qo'yib berdim. Psixikalik hoshsizlangan bemor odatda dal o'zining urib silishdan saqlangudek darajadagi hoshyorligini saqlay oladi. Bu xil bemorni davolash uchun bemorni ilhomlantiradigan gaplarni toki bemorga ta'sir qilib, hoshiga kelganga qadar so'zlab berishga to'g'ri keladi. Ming rakining 2 varianti bor, ya'ni 2 turi bor edi. Yerlik o'rindagi rak va o'sma ko'chishdan kelib chiqqan ming rak. Buning ichida keyingisi badanning boshqa o'rinlaridagi yomon sifatli o'smaning ko'chishidir. Bo'libmi, o'pka rakining ko'chishidan paydo bo'ladi. Operatsiya bu kasalni yiltizdan saqaytolmaydi. Ammo bemorning hayotini uzartadi. Ko'pincha kishilar uchun mengada rakpa deganlik 1-2 yil ichida o'lib ketishdan derak berdi. Ley xonim bo'lsa 60 ga ulashay deb qolgan. 100 ingliz milliy yiroqlikdagi bir doktorxonadan 2 kun avval mening parvishimga ko'chirilgan so'z yeshil ko'zlik ayol edi. Uning yo'ldoshi chaqmoq ko'ynagini padichilar ishtining ichiga tiqib kiyib olgan bo'lib, karvatning hinida jiddiylashganidan to'xtamay to'yliq uzuk bilan hapilishib turardi. Men uningga o'zimni tanishtirib, karvatning yiniq kiyib o'ltirganimda, Ley xonim menga o'zining kechirmishlarini so'zlab berishga boshladi. Oldingi necha kundan beri u o'ng qo'lining chimildayotganligini his qiladi. Keyindilla o'ng qo'lni boshqarishga amalsiz qoladi. Oxiri u jiletkisining tugmasini etanmas holga tushib qoladi. U o'zining mingisiga qon tushgan bo'lish ehtimolligidan ansirab, darhol yaqin atrofdagi jiddiy qutqizishga boradi. U yerda u magnitlik rezonanslik saylash mashinasiga tushgandan keyin mening yonimga avatiladi. Ley xonim, birasi sizga saylash suratlarida nimaning ko'rsatilganligini aytib berdimi? deb so'rdim men. Yo'q. Demak, hammaylar bu qayg'uli xabarni yetkazishdan yog'li qapoqdan qochgandek bir-biriga ishtirishib qo'yishgan ekan. Ko'pincha biz o'sma kasallar doktori bilan shum xabarni yetkazish kimning mas'uliyati ekanligi haqida qizirishib qoldik. Men qancha qitimlab shunday qildim. Bo'ldi. Bundoq talashish mushiyat tugsin deb o'yladim men. Xo'p, dedim men. Ley xonim, bizning deyishadigan gaplarimiz nihoyat ko'p. Ko'nglingizga kelmasa,
siz o'zingizga nima ish bo'ldi deb o'ylaganingizni menga aytib bera olamsiz? Biror savolingiz javobsiz qolmasin uchun sizning o'ylaganingizni anglab beqishning menga ko'p yordami tegadi. Shu, men asli menimga qon tushgan o'xshaydi degan. Qarsam, ahvol undoq emasdek turamdi nima? To'g'ri dedingiz. Meningizga qon tushmabdi. Bir haza to'xtab oldim men. Men u bir hafta burun yashagan hayot bilan amdilikda uni kutib turgan hayot o'tirdiki, hangdek zo'r farqni tunib yetgan edim. Li xonim va yo'ldoshi menga Raki degan bu so'zni har qanday boshqa bir kishidekla anglashga hozir emasdek qilibdi. Shunga men bir qancha qadam orqaga yinib, oldirmay eg'iz ochmoqchi bo'ldim. Men qarang Li xonim. Menga saylash suratlardan qaraganda meningizda bir kallak ko'sh o'sib qopti. Dal shu narsa sizdagi kasallik alomatlarini keltirib chiqaribdi. Uyda jimjitlik hukm surdi. Saylash suratlarini ko'rib boqingiz bormi? Ma'qul. Men karvatini qo'yilgan kompyuterda suratlarni ochdim va uni suratning osti ustini aniqroq bilib olsin deb, bu burningiz, bu ko'zingiz, mana mavu quliqingiz deb ko'rsatdim. Ondan men rasmni ustiga serib, mengidagi chirib ketgan qariyani o'rab turgan oxrangli kallak o'smiga to'g'rildim. "Hay, bu nima?" deb so'rdi u. "Har nim bo'lishi mumkin, Li xonim. Balkim yolg'inib qolgan chig'i. Buni faqat operatsiyadan keyin ondan bilalaymiz." Mening savoldan qochish xohishim yanada kuchli edi. Ammo ularning yuzida jilvlangan ansirash alomatlari mana menda chiqib turardi. "Operatsiya qilmaguncha biz aniq bir nima deyolmaymiz" deb so'zimni davomlashtirdim men. Ammo bu narsa qarmoqqa menga o'smisiga bakli o'xshab ketdi ekan. Bu rakma? Li xonim, yana desam, biz operatsiya orqali bu narsani kesib ilayotgandan keyin avrishga ilib patologiyalik, ya'ni kasal kelib chiqish ilmi bo'yicha tekshirish qilgandilar, ondan to'liq jazmlashtiramiz. Ammo meni zoda faraz qilib boq desangiz, shundoq. Bu rostilla menga rakiga o'xshaydi ekan xonim.